Chilonzor 12-kvartal 3-domda 3 xona 4 xona qilingan mana shunaqa muhtasham kvartiramiz sotuvga chiqqan. Do'stlar, kvartirani ko'rib bir baho beringlar remontiga. Va fikringizni kommentariyada обязательно yozib qoldiringlar. Agar zo'r chiqqan bo'lsa, havas qilgan bo'lsanglar, mana sizlar uchun mana shunaqa ichimliklar ham olib qo'yilgan. Kvartirada hamma sharoitlari bor, konditsioner bor, xolodilnik bor. Mana kuxnyani ko'rishlar mumkin. 1,5 ga 3 balkon. Kuxnya shu yerga ko'chirilgan. Kvartiramiz 65 kvadrat, 3-etajda joylashgan. Mana ko'rishlar mumkin. Betis komnata. Hamma sharoitlari bor. Mana dars qilishga hamma sharoitlari bor. Ko'rishlar mumkin. Kvartiramiz joylashgan joyi Farxatskiy bozori ro'parasida. Chilonzor metroga 15 minutlik yo'l. Metrodan chiqasizlar 15 minutda yetib kelsanglar bo'ladi. Peshkom. Men o'zim sinab ko'rganman. Bu yoqda yana bitta nimasi? Spalni. Xullas do'stlar, kvartira tayyor, remontdan keyin hech kim yashamagan. Tayyor uy qidirib yurgan, ustaga, bozorga borishga vaqti yo'q tanishlarga yuborib qo'yinglar kvartirani. Narxi bunaqa uylar masalan 110 ming, 105 ming tursa, bu mana kelishtirib beriladi, yana 96 ming, yana kelishiladigan joyi bor. Sizlar uchun mana hamma sharoitlari bor, tashi vannaga nimalar sochilib olib qo'yilgan mana rakinasi. Tualet. Do'stlar, men bu kvartirani ko'rib rostdan ko'zim qamashdi. Zo'r addushi remont qilingan. Videoni like bosib qo'llanglar. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar.